5 fevral G'ulji inqilovidagi 3-10 voqeasi. Bu yil 6-oyning 26 kuni 5 fevral G'ulji inqilovi mezgilidagi eng cho'ng to'qinishlarning biri bo'lgan 3-10 qurolliq to'qinishining 25-yili. G'ulja 5 fevral inqilobi yuz bergandan buyon bu inqilob haqidagi uchurlarni intayin maxfiy tutib kelgan Xitoy hukumati bir qancha yil ilgari o'zini xalqaroga terrorlikning qurboni qilib ko'rsatish maqsadida bir video e'lon qilgan. Bu videoda 1998-yili yuz bergan 19 aprel Xudiyor yuzi qurolliq to'qinishi bilan 26-iyun 3-10 yeza To'g'ochi yuzi kent qurolliq to'qinishini tilga olgan va bu vaqtdagi sin ko'rinishlarini oshkorlagan. Xitoy qurolliq kuchlari bilan bir maydon iftixorlanarli qurolliq kurash elib borgan bu partizanlar 19 aprel Xudiyor yuzi to'qinishida Xitoyning mamlakat bo'yicha mashhur alayda tarbiyalangan qurolliq soqchisi Longfeyni etib tashlab, qatma-qat va tasavvur qilish tas bo'lgan qo'rshovni bo'sib chiqib ketgan. O'lgan Xitoy soqchisi Longfeyning ilg'or qurolini o'lji elib, xuddi yer yerilgandek, xuddi tarixdagi Uhud jangida farishtalar yordam qilgan sahobalardek kurashgan bu azimatlarni 2 oygacha Xitoy hukumati nurg'un kuch, nurg'un mablag' ajratibmi topolmagan. Bu qurolliq qarshilikni Tursun Salay, Hamid Muhammad, Qosim Maqbir, İlyas Zordun qatorliq 5 fevral kurash partizanlari elib borgan. Bu qurolliq to'qinishda Xitoy qurolliq soqchilaridan Kong Yongchang, Nurlan Anvarbek qatorliqlar yer tishlagan. Xitoy g'olchisi Xitoylarga yo'l boshlig'ichi bo'lgan Abdurahmon Payzi intayin eg'ir yarlangan. Şu vaqtdagi atalmış Abdunum rayonining partkom shujisi Wang Lochan maxsus aeroplan bilan Abdurahmon Payzini yo'qlig'ili G'uljiga borgan. Naq maydonda Tursun Salay shahid bo'lgan. Hamid Muhammad, Qosim Maqbir, İlyas Zordun qatorliqlar bu qurolliq to'qinishning muhosirasini bo'sib chiqib, shu Qoshqoncha Qozog'istonga o'tib ketgan. Ammo bu 3 qahramonni keyincha Qozog'iston hukumati qaytarib bergan bo'lib, hozirmi Xitoy turmusida ekanligi ma'lum. Uyg'ur xalqi bu qahramonlik voqeasidagi oshqushliq shaxslar bo'lgan tövendeki ismlarni hargizmi unutib qolmaydi. Hamid Muhammad 26-iyun qurolliq to'qinishida Tursun Nurdun, Qosim Maqbir qatorliq sabdoshlari bilan birlikda tishtirniqqigacha qurollangan Xitoy muntizim qurolliq qorshovini bo'sib chiqib, sog'-salomat Qozog'istonga qochib chiqqan. Hozir Urumchi bajoq o'tirmisida. Tursun Salay 26-iyun 3-10 qurolliq to'qinishining tillarda doston bo'lgan qahramoni. Tursun Salay bu to'qinishda Xitoy qurolliq soqchisi Kong Yongchang va Nurtayni etib o'ldirgandan keyin shahid bo'lgan. Kong Yongchang 26-iyun 3-10 qurolliq to'qinishiga qatnashgan Xitoy qurolliq soqchisi 5 fevral partizanlar tarafidan naq maydonda etib tashlangan. Xitoy hukumati tarafidan inqilobiy qurbon qilib tashviq qilingan. Nurtay Anvarbek 5 fevral G'ulji inqilobi mezgilida Uyg'ur xalqini qonqir qaqshatgan Xitoy g'olchisi 26-iyun 3-10 to'qinishida 5 fevral partizanlar tarafidan etib tashlangan. Abdurahmon Payzi 1998-yili 19 aprel Xudiyor yuzi to'qinishi va 26-iyun 3-10 to'qinishida Xitoy qurolliq kuchlariga yo'l boshlig'ichi bo'lgan. 26-iyun qurolliq to'qinishida partizanlar tarafidan eg'ir yarlangan. Ayni chog'da Sharqiy Turkistonga Xitoy Kompartiyasi tarafidan sekretar qilib tayinlangan Wang Lochan maxsus aeroplan bilan uni yo'qlab kelgan. Uyg'ur hozirgi zamon tarixidagi bu g'ururliq va iftixorliq to'qinishning tafsilotini Gulshan Abduqodir yozgan 5 fevral arxivlari nomli kitobning 2 qismidan ko'rgili bo'ladi.